Ayolingizni og'zidan ba'zida kurakda turmaydigan darajada qo'pol gaplar chiqib ketyaptimi? Bir kun bir inson Umar roziyallohu anhu bobomiz oldilariga ayolining qo'pol muomalalaridan shikoyat qilib, taloqqa ruxsat olish uchun kelayotganda, uylariga yaqin qolganda Umar roziyallohu anhu bobomizga ayollari qo'pol muomalada baqirib gapirayotganlarini eshitadi va ortiga qaytib ketayotganda Umar roziyallohu anhu uni ko'rib qoladilar va oldilariga chaqiradilar. Nima uchun kelding va qaytib ketyapsan so'raganlarida haligi inson aytadiki, men sizga ayolimdan shikoyat qilib kelgan edim. Uni qo'pol muomalalardan shikoyat qilib kelayotgandim. Qarasamki, sizni ham o'zingizda bunaqangi muammo bor ekan. Deganda Umar roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, ayolim menga shunaqangi muomala qilsa ham, lekin men uni kechiraman. Chunki unda 5 ta xislat bor. Men safarga chiqib ketganimda uyimni qo'riqlaydigan qorovul bo'ladi. Men bilan do'zaxning o'rtasini to'suvchi parda bo'ladi. Farzandlarimga tarbiya beruvchi tarbiyachi bo'ladi. Qornim ochsa, menga oshpazlik qiladi. Va kiyimlarim kir bo'lsa, ularni tozalovchi xizmatkor bo'ladi. Shuning uchun bu ayblariga ko'z yumaman va sabr qilaman degan ekanlar. Buni qarangki, Hazrat Umar yurgan ko'chadan hattoki shayton yurgan qo'rqqan. Lekin shunday zot bo'lishlariga qaramasdan, ayollarda bor ushbu 5 ta sifat, 5 ta xizmatlari tufaylidan u kishiga sabr qilyaptilar. O'ylaymanki, siz ham ayolingizda ushbu 5 ta sifat bor va xizmatlaringizni qilyapti. Ushbu xizmatlari ba'zida qilayotgan erkaliklarini yuvib ketadi.